O'zbek xalqi, ko'zinglarni ochinglar. Xitoy mamlakatga kirib bo'ldi. Endi ularda bu yerlarda tomir otib qolishiga va farzandlarimiz kelajakda ularni qo'lida qulga aylanishiga shundoqqina tomoshabin bo'lmasligimiz kerak. Sharqiy Turkistondagi qardoshlarimizni boshiga tushgan narsa bizga o'rnak bo'lishi kerak. Yahudlarni G'azoda qilib turgan vahshiyligi xitoyliklarning vahshiyligini oldida holva bo'lib qoladi. Men sizlarga yolg'onch ogohlantiruvchiman. Nimaga bu gapni aytyapman? Tarixda bir kishi chegaraga dushman qo'shinini kelganini ko'rsa, xabarning muhimligini tushuntirish uchun kiyimlarni yirtib, qo'liga olib, haligi kiyimlarni qo'lida aylantirgan holda baqirib qavmini oldiga yugurib kelgan. Mana shundan ular ham bu muhim xabar olib kelayotganini bilib olishgan. Hozirgi kunda hammamiz diniy tushunchalarimiz va dunyo qarashimizni bir chetga surib, birlashgan holda hamma e'tiborimizni dushmanligi ochiq bo'lgan xitoyliklarga qaratishimiz kerak. Chunki xitoyliklar bizni dinimizni va millatimizni xavf ostida qoldiryapti. O'zbekiston hukumatı Xitoydan qarz olgandan keyin bo'lsa, dinga va diniy ta'limga qarshilik eng yuqori cho'qqisiga chiqyapti. O'zi Xitoyning siyosati shu. Qaysiki xalqi musulmon mamlakatlarga qarz beradigan bo'lsa, terrorizmga qarshi kurashish niqobi ostida dinga qarshi kurashish talabini qo'yadi. Xitoyliklarning maqsadi bo'lsa, iloji boricha bizni yurtlarda qaysi yo'l bilan bo'lmasin tezroq egallab olish. Agar biz dinimizni himoya qila olmaydigan bo'lsak, ertaga Xitoy bizni yerlarimizni tortib olishi aniq. Chunki Xitoy hech kimga yaxshilik qilish niyatida qarz bermagan. Albatta, qaysi davlatga qarz beradigan bo'lsa, birorta maqsadni qasd qilib bergan. Xitoy bir mamlakatni bosmoqchi bo'lsa, harbiy urushdan ko'ra iqtisodiy urushni afzal ko'radi. Shuning uchun ham qaysi mamlakatda korrupsiya rivojlangan bo'lsa, ular qaytarib bera olmasligini bilsa ham katta qarzlarni beradi va poraxo'r amaldorlardan foydalanib ko'pgina yerlarda o'zlashtirishadi. Xo'p, endi nima qilishimiz kerak? Hali ham bo'lsa kechmas. Xitoyliklarga yerlarda va ko'chmas mulklarni sotishni man qiluvchi qaror qabul qilishini xalq davlatdan talab qilish kerak. Xuddi shu holat 2021-yili Qozog'istonda sodir bo'ldi. Xo'jalik yerlarni chet el fuqarolariga sotishni man qiluvchi qaror qabul qilindi. Bunga sabab xalq xitoyliklar sotib olayotgan yerlardan xavfsirab, hukumatga noroziligini keskin bildirdi. Hukumat ham noiloj ushbu qarorni qabul qildi. Agar hozir vaqtida qarshilik ko'rsatmaydigan bo'lsak, ertaga bu hiylakor Xitoy bostirib kelganda kech bo'ladi. Bu xitoyliklar boshimizga balo bo'ladi.